Erini juma namoziga ketganidan foydalanib, ayol uyga begona erkakni olib kirar ekan. Bir akamiz hayotini yozib beribdi. Iltimos shu hayotimni xalqqa olib chiqib bering. Ajabmas menga o'xshaydi fikrlaydigan erkaklarda ozgina bo'lsa ham fikri o'zgarsa debdi. Ayolimni dayus bo'lib qolishdan qo'rqib juda ham qattiq nazoratda ushladim. Ota-onasiniki o'zim olib bordim, qo'liga telefon tuttirmadim. Doim hijobda saqladim. Nimaki kam ko'sti bo'lsa o'zim qilib berdim. Qiynalgan paytlarimizda ham yonidan ketmadim. Chetga chiqib ishlamadim. Har doim yonida bo'ldim deydi. Bir kuni juma namoziga ketayotganda uyda qolib ketgan, ehsonga atagan pulim qolib ketgani esimga tushib orqaga qaytdim. Qaytsam ayolim uyda bir boshqa erkak bilan. Aniqlashtirdim, so'rab surishtirdim, nima bo'lganini bildim deydi. Ayolim yashirincha telefon tutar ekan deydi. Telefonda tanishib qolib, faqat erimdan xoli paytim juma namozi vaqtida bo'ladi derkan ayol u erkakka. Chunki deydi aka aytayapti, odatim bor, juma namoziga 1 soat, 1,5 soat oldin borib masjidda ibodatimni qilib o'tirib turaman juma namoziga. Jumadan ham hammadan oxiri bo'lib chiqaman. Shuni orasida ayolim shunaqa qattiq nazoratda ham meni juma namoziga ketgan paytimdan foydalanib uyga begona erkak olib kirar ekan deydi. Men juda ham ko'p o'yladim. Qachon bu nima yo'lga qo'yilib qoldi, bu xiyonat mendan qanday xatolik o'tdikin deb rosa ko'p o'yladim va xatoyimni topdim deydi. Men qo'ni-qo'shnilarimga, og'aynilarimga juda ko'pchilik ayoliga negativ, yomon fikrda bo'lganman. Buni ayoli kechasi bilan ishlaydi, yaxshi ayol emas. Buni ayoli yalang'och yuradi, yaxshi ayol emas. Buni ayoli ijtimoiy tarmoqda, buni ayoli san'atkor deb hammani dayusga chiqardim. Hattoki bitta-ikkita og'aynilarimga sen dayussan, ayolingni ushlashda, nazorat qilishda bilmaysan deb gapirib ichini og'ritgan paytlarim ham bo'lgan. Endi bildim singlim, ayol kishini yurish-turishi, qanaqa kasbda ishlashi, nima kiyishi muhim emas ekan. Ayolning qalbida nomusi bo'lmasa, ming erkak kishi uringani bilan foydasi yo'q ekan. Agar menga o'xshab fikrlaydigan insonlar bo'lsa, fikringlarni o'zgartiringlar. Ayol kishini yurish-turishiga, nazoratdaligiga qarab baho bermanglar. Hammani qalbi pok bo'lsin ekan deb akamiz hikoyalarini tugatibdilar. Izohlarda fikringlarni bildirib ketasizlar. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar.